Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz navbatdagi oshxona mebelimizni olib kelib so'ramkali bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni razmeri, narxigacha aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ylab, xudo xolasa chiqarib borayotgan ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, bu oshxona mebelimizni razmeri burchagidan shu xolodilniy burchagigacha 4-16 sm joyga tushdi. Balandligi 220. Akrildan bo'ldi. Seri akrildan hozir bir qavat salafan ashildik, bir qavati o'zida turibdi. Ana shunaqa yaltiroq bo'lib chiqadi. Turba ruchkalarini qo'ydik. PVX kromga osha-moshalar to'ptadan qatiralgan. Burchagimizda xolodilniy bo'y pastroq, tagiga tortma qo'yib balandroq qildik. Mikrovolnovka, рабочий stol, pechi, gaz, vitishkalarni o'rnatib, bu ikkalasini tayyor qilib qo'ydik. Suvlari ulangani yo'q. Mana shu holatda original shushulkalari, sochiqilgich, magnit, kafellari ham shu mebel ichida keldi. Xonadon egasi uytoviy texnikalarni berdi. Pechi, gaz, vitishka, mikrovolnovkasini, mo'lka, smesителlarni ham o'zimiz qo'shib olib keldik. Narxini hisoblab, mana shu holatda chiroyli qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni razmerini aytdik. 1 pogona metrini 2 million 200 ming so'mdan tayyorlayapmiz. Общий narxi 8 million 400 ming so'mga mashina olib kelib so'ramkali bitkizdik. Mana shu holatda. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Shu mebel narxini ichida borib o'lchash, stonovka qilish shu mebel narxini ichida bo'ladi. Qo'shib solingan patnislarigacha ichida ham vakuumligidan qo'yganmiz. Osha-moshalarini ham har bitta detalimiz shu pechatli chiqadi. Mana shu holatda. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.